Lazerni shlifovkani vaqti keldi. Ko'pchilik bahor, yozda tinimsiz telefon qilishadi, kelmoqchi bo'lishadi, lazerni shlifovka qilib qo'ying deb. Lekin biz imенно kuz faslini kutamiz, chunki kuz-qish fasllari aynan chuqur pilingli hamda lazerni shlifovkani vaqti hisoblanadi. Lazerni shlifovka yordamida g'adir-budir, cho'tir yuzli, dog'li yuzli, ajinli yuzli hamda terini dryablisi, teri ilvirab bo'shab qolgan terilarni yoshartirib, tekislab, rangini tiniqlashtiradigan darajada yaxshi natijalarga erishish mumkin. Lazerni shlifovkani narxi hech qachon arzon bo'lmagan, yaxshi spetsialist $100 dan $300 bo'lishi mumkin. Bizning klinikada ham narxi shunaqa. 1 milliondan boshlanib 4-5 milliongacha ham bo'lishi mumkin. Bu yuzi chuqurligi, g'adir-budirligi, cho'tirligi, yuzi ob'yomiga qarab narx o'zgaradi. Va bir xilligi bir marta qilinadi, bir xilligi 3-4 marta ham qilinishi mumkin. Bu terini qalinligiga bog'liq. Ayniqsa erkak kishilarda yuzi cho'tir bo'lsa, bir yilda bir marta o'zi qilinadigan muolaja, lekin bizda yilda 2 marta ham, ya'ni, например, noyabr oyida va keyin orada tiklanishga vaqt kerak bo'ladi. Yanvar, uzog'i fevral oylarida ham qilishimiz mumkin. Juda ham zo'r natijalar beradi. Ko'p yillik chandiqli, u yillardan qolib ketgan izlarni ham tekislab, silliq qilib berishi mumkin. Faqat bu muolaja juda ham seryozni muolaja hisoblanadi. Yaxshi spetsialist bo'lish kerak. Misol uchun men o'zimni yaxshi mutaxassis deb hisoblayman. Chunki noto'g'ri qilinsa, terida dog'li tushishi, cho'tirliklarning kuchayib ketishi, to'rtburchak осложнениyalarda o'sha lazerni shlifovkani izlari qolib ketishi mumkin. Shuning uchun lazerni shlifovka qilmoqchi bo'lsanglar, yaxshilab o'ylab va podgotovka bilan birga qilish kerak deb tavsiya qilaman.